O'zi, boshqalar kabi she'r yozganimda ham bor-u. Alisher Uzoqov ham o'sha she'rni o'qidi. Otadan yosh qolgan. Baribir o'sha his-tuyg'ular boshqa, uniki boshqacharoq. Chunki men ani bitta ko'rsatuvda birga gaplashgandim bu temada. Baribir yoshlikda o'tish, yoshlikda otasiz qolish va birdaniga yosh holida odam kattarib qolish boshqa narsa. Endi bir 45gami, 44gami kirganda otani yo'qotish bu boshqa narsa baribir. Buni tan olaylik. Bundagi sog'inch ham boshqacha bo'ladi. Chunki yoshligida yo'qotgan odam umrining oxirigacha o'sha yosh holatidagi bola bo'lib qidirib yuraveradi-da. Ming zo'r bo'lib ketsa ham yoshligida yoshini yo'qotgan-ku, yosh otani yo'qotgan. Siymo ham yosh bo'lib ketadi. Hali Pushkin bilan boshqalarni solishtirishganda Pushkin yosh o'tib ketib to'g'ri qilgan deb g'alati gap gapirishadi ruslar. Nimaga desa, biz yosh Pushkinni eslab qolganmiz deyishadi. Biz uni qariganini ko'rgimiz kelmaydi. Shunaqa shoir yosh bo'lish kerak degan narsa bor. Biz Navoiyni sallada ko'ramiz, daftarlarning birinchi betida. Nasihat she'rlarini ko'p o'qigan boshqa, lekin yoshlikdagi she'rlar dardli bo'ladi baribir. Butunlay boshqacha bo'ladi. Demoqchiman, uni sog'inchi boshqa bo'ladi. Bizdagi mendagi sog'inch nima bo'ladi? She'rda ham aytganman oxirida, ota sizni kamroq eshitman. Sog'inch degan she'r ekan. Marhamat, eshitamiz. Ota yonimizda yo'qsiz-u, ammo qaygadir vaqtincha ketgan o'xshaysiz. Asta telefonning go'shagin qo'yib manzilga sog'-omon yetgan o'xshaysiz. Nimadir tiqildi bugun bo'g'zimga, tugamas ekanda sog'inch muddati. Hovlimiz mung'ayib qolganmi go'yo, sizning kelishingiz hamon kutadi. Kuldim do'stlar bilan tun kirib kelgach, ko'z yoshimga qo'shilib yog'ildim. Hozir chet eldaman, uydagilar emas, negadir aynan sizni sog'indim. Ota qiyin ekan rostdan, otasiz, maslahatu o'git yo'q, shundoq otasiz. Hammaning otasi o'ziga suyuk, bugun bilinyapsiz o'tasiz. Osmon uzilmadi siz ketgach to'g'ri, rizq ham kamaymadi hayot shu go'yo, ammo siz yonimda turgan davrlar kengroq, sharafliroq ekandi dunyo. Sezildi, uzildi nimadir simsim, indamay o'shani olib ketdingiz. Mung'aygan, sarg'aygan mag'zun ko'zlarda nedir surat bo'lib qolib ketdingiz. Alamlarim ichni kemirib yotar, alamlarim ichni kemirib yotar. Bilmam tun shu bo'lsa tong qandoq otar. O'sha siz sezilmay yurgan chog'larim yashagan ekanman juda bexatar. Bugun ahvol shudir, ko'zlarim ma'yus, qutlug' dard yukiga sherik ekanman. Ota yig'lab chiqdim ertalabgacha, demak xotirim jam, tirik ekanman. Chet elda yuribman dunyo poyimda, har yondan taralar beminnat ardoq, lekin sog'inganim rosta shu kecha, tiriklardan ko'ra sizni ziyodroq. Balki aytilmagan qandaydir so'zlar, yo'q, unaqasi bo'lmagan yolg'on. Siz meni tinmasdan tinglar edingiz, sizni tinglolmadim. Mana shu armon, topdim shu armondan yuragim yonar. Qovriliq sababi shudir tandajon, iloyim jannatga ravo ko'rilsam, soatlab tinglayman sizni otajon.